Adret boshliqi bo'lsa, o'z yolg'iz o'rmonni aylanib, odamlarni izlashga boshladi. Adret boshliqi Ahmad Raza shimoliy yo'nalishga, To'xtib bo'lgan bo'lsa, janubiy yo'nalishga qarab, Ahmadning qurolini elib mingan edi. Ahmad bo'lsa, odamlarga ega bo'la olmay yetirib qo'yganidan andish qildimikin tang, uyoq bo'yoqqa tashvishli qarab mangadi. Tursun qismoq! Olim bodik! Yo'lboshchi Hasan! Odamlarning o'zini bayqay olmagan Adret boshlig'i joyida o'tirib qoldi. Yana kelib u o'zining qaysi yo'nalishdan kelganini unutib qolgan edi. Ahmad Raza darhol beshini ko'tarib qarab, heliqib bo'yning itini ko'rdi. "Hay, bu yoqqa kel." İt bo'lsa, uni bir yerga chaqirib degan tang qabob beshini orqasiga burab, orqaga tajimoqda edi. "Nima demoqchisan? Men ya sening tilingni tushunmasam." "Bo'ladi, undaqda men seni orqangda menga sen yo'l boshla." Ahmad Raza shundoq degunicha itning orqasidan mangdi. It bo'lsa, uning oldida yugurib mangdi. Erib ketdim. Astiraqman. O itning orqasidan yugurib, xeyli uzungacha mangdi. Biz zaten nega boramiz? O itning orqasidan xeyli uzun mangandan keyin bir sharqiratmaning oldiga kelib to'xtadi. Meni bu yerga boshlab kelib nima qilmoqchisan? Ay, gapimni oldimi? Sening gapingni men tushunmayman. Uning ustiga men usab ketmadim. Nima deb sharqiratni boyaga kelamiz deyman. Adret boshlig'i shundoq degunicha usti tarafga qarab, heliqi qayrini ko'rdi. Meni ishtingiz boshlab keldi. Boy, yanilib burunqidek o'xshash, uningga bir ig'iz gap qilmay tikilib qarab turdi. Meni nima deb bu yerga boshlab keldingiz? Boy, uningga orqa tarafni ishora qildi. Adret boshlig'i darhol orqaga qarab, yo'g'on bir tip daraxtga xat yozilganligini ko'rdi. Daraxtga o'yilgan o'xatning yozilganiga xeyli uzun bo'lgandek qoladi. Bir odam o'xatni o'qiyman deydigan, cho'qim daraxtga suv chachmasa, o'xatni o'qib bo'lmaydi. Adret boshlig'i Ahmad Raza asta o'xatning oldiga berib, bir harfni to'niy olmadi. Chunki u azaldan bu yoziqni ko'rib boqmagan edi. Bu xatlarni o'qiyolmadim. Boy ustunki sharqiratma tarafdan pastga asta sho'ng'ib tushdi va qo'liga heliqi kichik xotirni elib xat yozishga boshladi. Adret boshlig'i qo'liga xotirni olgandan keyin xatning yarim mazmunini o'qibla chiroy o'zgarishga boshladi. Chunki xatga monolar yozilgan edi. Oldindagi daraxtga yozilgan o xat bu yerda yashab o'tganlar qoldirib qo'ygan ogohlantirish. Shundaqla o xatning ma'nosini o'zim bilmayman. Mening faqat biladiganim bu yerdan omon qaytib ketsanglar bo'ldi. To'xtang boy, siz o'zingizni bundaq sirli qilmang. Biz tunji qitim ko'rishgandilar, mushundaq gaplarni aytishga boshlagan edingiz. Yana mushu gaplarni qilyapsiz. Men sodi nimadan ehtiyot qilaman? Nimada bu yerda o'lib ketgandekman? Siz sodi kim? Bu yerda nima ish qilasiz? Boy, Adret boshlig'i Ahmad Razning ko'ziga qarab turib, yenik birni asnavatgandan keyin yana xat yozishga boshladi. Mening kimligimni oldirmay belgining yaxshi. Men gacha emas, faqat gap qilmaslikqa qasam qilgan. Boy, siz teximni sirliqlashtirib turdingizga. Bu zodi nima deganingiz? Ishlar sen o'ylagandami sirliq? Ma'qul. Bo'pti, so'ramay. Undaqda do'stlarimni tepib olsamlar ketaman.
Adret boshlig'i Ahmad Taraza buvayning bu qilganlariga faqatla chidab turib bo'lamagan edi. Adret boshlig'i rostila bu ishlarga chidamadi. Demsimi buvay bu ishlarni boshdan oyoq bakli sirliqlashtirib etib boradi. Bu qatim o sirliq buvay yozgan xat texmi sirliq bo'ldi. Chunki uning yozgan xatida buvay Ahmad Tarazning do'stlarini ko'rganligini, hamda ularni izlashning o'rni yo'q ekanligini, ular bos kammas joyga ketganligini deb yozgan edi. Hay, buvay, meni ahmoq ko'ryapsiz. Ko'rgan bo'lsangiz ko'rga yeringizni deb bering. Bo'lmasa kelsi kammas yoki ketdi degan qandoq gap. Bo'ldi, hamda men bilan o'yin o'ynayman deyman. Adret boshlig'i Ahmad Taraza shundoq deginicha orqaga burilib ketmoqchi bo'ldi. Ammo heliqi sirliq buvay kelini bir qarib qo'ygandan keyin yana davomli xat yozishga boshladi. Buvay xatida mundoq yozgan edi. Sizlarning nima odam ekanliklaringizni bilaman. Sizlar ekspeditsiyachi emas. Bu yerdagi heliqi oltin kanni izlab kelguchilar. Nima? Siz o oltin kanni bilamsiz? Ha, ish bu yerga yetganda amdi yo'shirishning o'rni yo'q. To'g'ri, biz oltin kanni izlab kelguchilar. Bu yerdan ket. Buvayning so'g'uq ham mudhish ovozi Ahmad Tarazini cho'chitayotgan edi. Buvayning bu sirliqligi Adret boshlig'ini texim hayron qoldirdi. Bu odam zodi kim? Oltin kanning ishini qandoq biladi? Nemishqa boshdan oxir bulanib bu yerdan ketishga da'vat qiladi. Uning zodi maqsadi nima? Mana bu ishlar bir sir edi. To'xtang, siz da menga bu ishlarni tafsiliy tushuntirib qo'ymadingiz. Mening odamlarim yo'qolib ketdi. Men ularni bu yerga boshlab kelgan. Ularni topmay turib hargiz ketmayman. Heliqi sirliq kishi bo'lsa, darhol qo'lidagi qurolni badlab Adret boshlig'ining mangasiga to'g'riladi. Bugun men qasamni buzdim. Endi gap qilmasam bo'lmadi. Bu yerdan ket. Atqın bosi qani o'q chiqa. Bu yerdan hargiz ketmayman. Odamlarimni topmay turib bu yerdan ketmayman. Odamlarim halokat yo'liga qarab kirib ketdi. Ularni endi qutqizg'ala bo'lmaydi. Sen bo'zima hayot qol. Bu yerdan ket. Gapingizni ochiq qiling. Nima deb ularni o'lib ketadi deysiz? Halokat yo'li degan qandoq gap? Menga gapni ochiq qiling. Bu yerda zodi nemish bo'lgan? Siz nima odam? Oldindagi ovi tog' qatqilini ko'rdingmi? O'sha tog'ning ichidagi o'nkirga ichkirilib kirsa, oltin qonga kirgili bo'ladi. Odamlaring dal shu yerga kirib ketdi. Ayni yili biz 30 odam tashkillanib, boylik izlab kelgan. Orasidan malla hayot qoldim. Qolgan hammasi o'lib ketdi. Bu o'rmonlik kechida halokat jilg'isi bo'ladi. O'rmonlik bo'lmaydi. O'nkirning ichidan chiqqan narsalarni sen ko'zing bilan ko'rib qo'rqib o'lib ketsan. Shuning uchun hozirning o'zdili bu yerdan qaytib ket. Ma'qul, gapingizni rost deb turayli. Biroq odamlarimni qanday qilaman? Endi ularni unutib ket. Ular allaqachon o'lib bo'lgan bo'lishi mumkin. Boya sen bilan bilamangan yigitni hozirning o'zi berib izlab top. Kechada o'rmonda qolsanglar har ikkilar o'lib ketsalar. Adret boshlig'i Ahmad Taraza u kishining so'ziga bir ishini bir ishonmadi. Ishonmaslikdagi sababi bo'lsa, u odam yolg'izchilikdan mo'sh yerda turaverib, kaladan to'liq ketgan odam bo'lishi mumkin. Uni ishondirgan sabab bo'lsa, u odamning aytqanlari rostlikmi qoladi. Chunki har qatim u so'zlagan vaqtda put-qo'llari titrab ketadi. Ma'qul, men uning bilan shartlik belgi tuzib olgan. Osmonga qaratib o'q chiqaram. Mening qurolim uningda. Agar u odamlarimizni topa olsa, u osmonga qaratib o'q chiqaradigan bo'lgan. Agar men topa olsam, uni izlab boradigan bo'lgan. Buvay Adret boshlig'ining ko'ziga bir qarab qo'ygandan keyin havoga qaratib ikki poy o'q uzdi. Odamingni topgandan keyin kech kirishdan burun o'rmondan chiqib ket. Angladingmi?
Ma'qul, undaqda sizchi? Men bu yerdan ketolmayman. Nimishqa? Nima deb? Acaba siz bu yerdagi ishlarni bilib turib, bu yerdan ketmamsiz? Sen bilan munosabati bormi? Ha? Gerçi qo'pollik bilan aytilgan bu so'z Adrat boshlig'ining xo'shida ochiqni keltirgan bo'lsa-mu, u hech qanday javob qaytarmadi. Mening itim sana odamingni izdish bason, kech kirishdan burun uni top. Batur, berib uning odamini izdish ba. Kech kirishdan burun yanimga qaytib kel, o'g'lim. Mana. Ma'qul, rahmat sizga. Tuzit qilma, omon bo'l amasa o'g'lim. Ma'qul, sizmi o'zingizni asrang. Adrat boshlig'i Ahmad Tarasa shundoq degunicha bo'y bilan xo'shlashdi. O bo'yning ishtining orqasidan agishib mangdi. Hey, to'xta. Uni topaliqdaysanmi? It bo'lsa, oldidagi daraxtzorlikqa qarab qovdi. Demak, u bir narsani payqagan bo'lsa kerak. Sen demakchi, uni mushu tarafda demakchimisan? Ay, to'xta! To'xta! Ovozimni angladingmi? Bu jimjit timtas o'rmonliqda Adrat boshlig'ining ovozi shuncha jarangli chiqqan bo'lsa-mu, to'xtab bo'lgan javob qaytarmadi. Adrat boshlig'ining kallasiga darhol bir xayol keldi. O to'xtab bo'lganning biror narsasini tepib, itga purasa, balkim it uni topa olishi mumkin. Ay, to'xtaning mendan nimasi bor bo'lg'aydi? To'ra, sumka. Ay, buni purib top. It bo'lsa, sumkaning bu yerlarini purgandan keyin bir nechini qovab qo'yib, o'rmonga teg'ima ichkarlab mangdi. Onchi yiroq bo'lmagan joydan to'xtab bo'lganning g'ingshib ketayotgan ovozni anglagan Adrat boshlig'i darhol uni chaqirdi. Laylab uchib yuriydi. Ay, to'xta! Hey, Adrat boshlig'i, men bu yerda. Ay, qalqonlarni topdingmi? Yo'q, topolmadim. Tez men tarafga kel. Sana deydigan muhim gap bor. Saqlab tur, asirlib boraman. Ay, bu it eliqi qerining ishtimi qandaq? Deb kelsam gap joq. Oldirmay mang'ash borangshayli. Ay, Batur, sana rahmat. Endi qaytib ket. Ay, xato to'g'ri yevaldingmi qandaq? Itni Batur deb chaqiryapsan-ku. O bo'ymi shundoq chaqiradi ekan. Nima? O bo'y gap qilmaydigan gach tursa, qandaqsiga undaq chaqirdi. Bizning deyishmoqchi bo'lganimiz dal mushu. U odam gacha emaskan. Ay, bu tushunalmadim-ku, bu qandaq ishlar bo'lib ketyapti-da. To'xta, bu yerdan ketishimiz kerak ekan. Albatta ketamiz. Eliqi oltin kamdan bir necha kilo oltin elibli kelsak, bo'ldi, endi kelmaymiz. Yo'q, qonga kirmay ketadiganmiz. Nima deb qonga kirmay ketadiganmiz? O bu yana xatarlik deydi. Voy, ishini qilsana, o qari. Nima desa demamda. Qara, o odamning so'zlariga men ishonmadim. Biroq o odamning deganlari rostdekmi turadi? Ay, nima rost gapdek turadi? Gapingni toza tushunib olamadim-ku men. Bu yer qanday xatarlik ekan endi? Bu yerda xatarlik narsalar bor ekan. Hammamizning jinini oladi ekan. Shuni bizni ketonlar deydi. Hey, mashinangga ishinib kirdingmi deyman. O qaricho bizdan qizg'inyotdi. Bu yerni o'zining qilmoqchi. Oltin kandan kerakchilik oltini bermayman demoqchi. Sana undaq desa, biz uni o'ldirib qo'yamiz-da, yoki uni o'ldirib etamiz. Shuning uchun o mushundaq bahona topgan gap deyman. Degan uningga asosi bor. Biroq bu odam o'zi yolg'iz. Bu yerni egallab bo'lmaydi. Chunki bu yerdagi oltin kan tugimaskan. Shonlashqicha, o bizga 2 oy to'qiyotdi. Ay, men mu bilamadim. Ishqilib kech bo'g'chi o'rmondan chiqib ketishimiz kerak ekan. Bo'lmasa o'lib ketadiganmiz. Ondaqda o'lib ketamda, o'lib ketmamda bir ko'rib boqmaymizmi? Kech bo'lg'ichi mush yerda turib, ati tong otganda, ondan odamlarimizni izlab borayli. Izlab topgandan keyin oltinlardan elib ketamiz. Qandaq? Ma'qul, undaqda isbotlab boqayli. Endi Adrat boshlig'iga o'xshading sen.
7-chi qism. Atrat boshlig'i Ahmad Taraz bilan To'xti Po'kan heliqi boyning so'zining yolg'on yoki rost ekanligini isbotlash uchun kechini bu yerda o'tkazmoqchi bo'ldi. Ay, To'xti, seningcha u kishining so'zi rostmidi? O odam birdam gachining qiyofati kirib olsa, yana birdam saqib qolsa, shu odamga ishongil bo'lamdi deysan. Meningcha yolg'on ekan. Men sana aytgandek, o odam cho'qim oltin kanni o'zi egallamoqchi. Şuna bizga mashindaq rivoyatlarni to'qib beryapti o. Biroq oltin kanni o'zi egallamoqchi bo'lsa, bizga qo'l solsa bo'ladi o. Bizni har qachon aytib o'tadi. Biroq u unda qilmadi. Ay, ish qilib mening chadag'im yo'q. O odamga ishonmayman. Ma'qul. Bugun kecha hamma ishlar oydin bo'ladi. Kech kirishga uzun vaqt qolmadi. Agar ishlar o odam aytgandek bo'lib qolsa, darhol odamlarimizni deb bu yerdan qaytamiz. Oldimi? Ma'qul. Biroq undaq bo'lmay qolsa-chi. Ondaqda planimiz bo'yicha oltin kanni topamiz. Okey. Ondaqda biror yirtqichning hujumiga uchirmaslik uchun daraxtning ustiga chiqib olamdoq. Kallang ba'zida ishlaydigan nima jimosan. Ma'qul, daraxt ustiga chiqib olaylik. Atrat boshlig'i bilan To'xti Po'kan kech kirishini saqlab daraxt ustiga chiqib turdi. Ular daraxt ustiga chiqib hayal o'tmay kechining qorong'u vahimasi bu o'rmonlikni yutib ketishga boshladi. Jimjitlig'i hech qanday ish yuz bermadi. To'g'ri, o'rmonlik kechisi chimab ketadi ekan. Men dedim, qo'rq gap deb. Bu yerda chekatkining ovozidan boshqa hech nima yo'qtirsa mana. Biz baribir bu kechada harakat qilolmaymiz. Undan tong otqich saqlab boqaylik. Bo'pti, undaqda daraxt ustida turmay, pastga tushib ketib o'tqalab o'ltirmamdoq. Bakla to'ngib ketdim men. Ko'nglimdagidek gap qildim. Men bu bak to'ngib ketdim. Meningcha pastga tushib o'tqalab o'ltiraylik. Mening bir ishqa gumonim bor. Nimaga? Bu Hasan degan kishini sen qanday taniysan? Tuyuqsizlab buni so'rab qolding-ku. O'yla baq. Bu kishi qandaqsiga bo'yanib biladi deyman. Ya'ni kelib tursin qismoq bilan olim bodek hargizmi bizni tashlab ketmaydi. Lekin mavi xumpar ularni ozdirib ketdimikin deyman. Ular bizni tashlab ketib qopti. Yo'lboshchi Hasanga men ishonmayman. Lekin bo'yanib biladigan birdan bir kishi shu. Amasi nima deb ular biz o'nkirdan chiqchi bizni saqlab turmaydi. Nima deb ketib qoladi? Uni men bilmayman. Balkim bir sababi bordir. Undaqda depaqa bizni tashlab qo'yib ketgandek qanday sabab bordir? Atrat boshlig'i Ahmad Taraz bu nuqtani azaldan o'ylab boqmagan edi. To'xti Po'kanning so'zini anglagan atrat boshlig'i har xil xiyollarni qilishga boshladi. Olim bodek bilan tursin qismoq boyliqni deb bu ishko'landan hargiz yuz o'rmaydi. Ammo atrat boshlig'i bilan To'xti Po'kan o'nkirdagi vaqtda nima deb ularni saqlab turmay ketib qoladi. Yana kelib ularning xatarlik ahvolda ekanligini biladi. Bu ishlarni o'ylagan atrat boshlig'i so'dan nima ishlarning bo'lganligini bilolmay qoldi. To'xta, nima ishlarning bo'lganligini men bilmadim. Biroq ularni topmasak bo'lmaydi. O 3 xumpar boyliqni deb bizning yuz o'rmaganda, Mumkin emas. Nima mumkin emas? Olim bodekni bilmasa sen, uning nafsining yomonligini, boyliqni ko'rganda o'zini tutolmaydigan nima u? Lekin tursin xeyli yomon emas bala. Undaqda mencho. Seni nima desam bo'la endi? Ish qilib yomon emas nima sen o? Gapini buni. Bo'ldi, pastga tushib o't qilib yotaylik. Yotaylik degan qanday gap? Mush yerda yotmoqchimisan? Uxlamag'ilib bir kech kunduz bo'ldi. Birdan aram og'onga nima bo'pti? Sen birdan post tur. Men aram bo'lgan ekan, men post turman. Ashunda olmishimiz qanday? Bo'pti, sana ishim og'rib qoldi. Amisa sen birdan aram elib ol, Voy, rahmat. Har holda odamga ish chaqirishni biladigan nima ekansan? Bo'ldi. Qo'rq gapni qo'yib o't qalig'ini tez. Ma'qul. Amsa tez tush. Ular daraxtdan pastga tushgandan keyin u yerdan tamash terib kelib o't qalashga boshladi. Qo'rsqon ochdimi? Ochdi. Ochqan bilan bu yerda yigidek narsa bo'lmasa bayiliqi 5 yedigan gach qeriga tashlab bergan bolqiga ichim amdi og'riyotdi.
Somkanğa qarab baqa, birər yeydigan narsa bormi ekan? Qarab baqay. Hey, to'xta. Bir narsaning ovozini angladim. Nima anglading? Gap qilmay turg'ina, o'tni o'chirvat. Tez bo'l. Mana. Hey, nimaning ovozini alding? Bilmayman, ish qilib bir to'p narsa bizga yiqilib kelayotgandek turdi. Astag'firullah, men anglamadim-ku. Amisi yaxshi quloq sol. To'xtab bo'lgan aytgandek, yiroqdan daraxtlarning g'araslagan ovozi anglanishga boshladi. Gar o'zatın nima bor edi? Hozir ikki xil ehtimollik bor. O bir bo'lsa yo'g'on narsa, yana bir bo'lsa bir to'p narsa. Hey, yana iyiq emasdi, ha? Yo'q, iyiqning bundoq yo'g'on daraxtga kuchi yetmaydi. Undaqda u nimadi? Bilmadim, ish qilib biz uchun xatar. Bu yerda turmay tez ketaylik, tez bo'l. Itning qovushi bilan tang ular darhol orqasiga burildi. Ularning orqasida bo'lsa, heliqib bo'y bilan ikkita turadi. Bo'y darhol ularga ishora qilib tez qaytishga buyurdi. Adrat boshlig'i bilan to'xtab bo'lganmi, ikkilanmasdan darhol o'rnidan turishdida yugurib bo'y tarafga qarab qochdi. Bo'y ularga qarab ochiqlagan talab bo'ldi. "Men sana aytgan, bu yerda turma deb, nima deb ketmading? Biroq men boshqa odamlarimni hech topmadim. Ularni topmay turib hargiz ketmayman. Ulardan umid kutma. Hamda bu yerda turma. Bo'lmasa sen o'lib ketsan. Tez ket." Hey, bo'y, nima deb o'lib ketkedikmiz? Nimishqa o'lib ketamiz, ha? Siz hayot turibsiz-ku mana. Men sizlarga yaxshi bo'lsin deb dedim. O'lganlar bo'lsa o'zinglarning ishi. Bo'y shundoq degunicha orqaga burilib mangdi. To'xtab turing, sizdan so'raydiganim bor. Tez qaytinglar. O'rmonlikning o'ttirisida bir narsaning o'rgirgan ovozdan keyin daraxtlar qaraslab sunishga boshladi. Uzadı nima? O degan g'oyat zo'r orangutan. Bizni tepib olishdan burun tez ketaylik. Tez bo'linglar. Ay, bu maymun bachcha emas-da. Bu yerda orangutan nima ish qilsa? Gapni oz qilib tez qoch. Bo'y ularning oldida yo'l boshlab qochdi. Bo'y o'zi qeri bo'lgan bilan bakli chapdas odam ekan. Ahmad darasi bilan to'xtab bo'lgan bir sakrab o'tadigan yerdan bo'y ancha kuchamayli o'tib ketadi. Bo'yning ibtidoiy odamlardek yurish turishlari ham uning chapdasligini ko'rgan Ahmad darasa hayronlikda bo'yga bir qarab qo'ydi. Diqqat qilib yuguringlar, daraxtlarga subanmanglar. Oldi tarafdagi tog'ning bag'riga yetib borsak bo'ldi. Tog' o'nkiriga kirib olmasak bo'lmaydi. Birdan to'xtanglar. Shunday qilaylik. Onun pura sezgisi kişilik. Bizning taniqimizni pura yağlaydı. Amal bor, nafasni kontrol qilinglar. Batur, bo'ldi to'xta. Siz nimishqa hammani bilasiz. Siz zoti kim? Men sana aytgan. Mening kimni o'ldirmay belgining yaxshi. Bo'y shundoq degunicha ularga yo'l boshlab oldida mangdi. Adrat boshlig'i Ahmad Tarozi bo'lsa, bu kishining kimligiga bakli qiziqdi.
oltidagi ovi tog' o'nkiri yoshirinishga aptik joy. At tong etishi bilan bu yerdan ketinglar. Anladinglarmi? Ma'qul, biroq sizdan so'rab baqsaq, yegidek bir narsa bormidi? Mushu qo'rsqim bakla ichib ketdi mening. Men sizlarga yeydigan narsa tepib beraman. Tezroq menginglar. Ay, to'xta. Har ehtimolga qarshi hushyor tur. Ay, bu nima degani? Bu odamning nima odam ekanligini bilmaymiz. Hushyor bo'lganimiz yaxshi. Ma'qul. Adret boshlig'ining hushyor turishidagi sababi bo'lsa, bu kishi maydonga chiqqandan beri bakli sirliq bo'lib kelyotdi. Bu yerdagi xatarning nima ekanligini, o'ziga bo'layotgan tahdidning nima ekanligini bilib turib, bu yerdan ketmagan kishi sodiq qandoq kishi? O to'xtib bo'lgan aytgandek oltin kamni o'zi egallamoqchimi? Bu ishlar adret boshlig'i Ahmad Darozning gumonini qo'zg'ab qo'yayotgan edi. Bo'ldi, yetib keldik. O'nkirga avval sizlar kiringlar. Boy shundoq deginicha o'zi yasab olgan agir yog'ochlardan putgan bir kichik bir eshik bilan o'nkirning eg'izini taqalatdi. Adret boshlig'i Ahmad Darozi bo'lsa, o'nkirga kirib birinchi bo'lib ko'zga cheliqqini dal o'nkirning bir bulung'ida ko'yayotgan o't. O'nkir shunchalik ratlik edi. Qaraganda buvay mush yerda turishi kerak. Hamma narsa qo'lda yasalgan, yog'ochdan putib chiqqan bo'lib, o'ltiradigan o'rindiqdan tartib suv ishadigan qocha va cho'gindan iborat. Siz mush yerda turamsiz? Shundoq, bo'lmabdimi? Yo'q, undaq emas. Qani, marhamat, o'ltiringlar. Sizlarga choy qo'yay. Boy shundoq degilicha qadimgi askarlarning to'mir qalpoqiga o'xshaydigan bir qalpoqda esilib qaynayotgan choyni yog'och cho'ginga to'ydi. Qani, choy ichinglar. Bu choy sal qirtoq, ammo sizlarga foyda qiladi. Mush yerdagi o'simlikdan elingan choy. Rahmat. Oy, rastlı qirtoqkanga. Ay, isrof qilma. Buni topmoq tas. Sizdan so'rab baqsam, siz bu yerda turayotgan qanchalik bo'ldi? Nima? Sizga bu yerda turayotgan qanchalik bo'ldi deyman. Bakli uzun. Xeyli uzun yillar bo'ldi. Qandoq so'rab qolding-ku? Qiziqib qoldim. Siz xeyli ko'p narsalarni biladi ekansiz. Sen mendek uzun tursang, hammani biladigan bo'lib ketsan. Boyning bu qo'pol kulkisi Ahmad Darozi bilan to'xtib bo'lganning hidiqini keltirib, bir xil o'ng'aysizlantirib qo'ygan edi. To'xti qo'lidagi choyni osta qo'yib so'z boshladi. Baba, o'zingiz yolg'iz bu yerda zerikibmi qolgansiz? Bizga ostoli 2 oy so'zlab bersangiz qandoq? Qandoq dedim? To'g'ri, bizga ostoli 2 oy so'zlab bersangiz qandoq? 2 oy degan yolg'on aralash keladi. Sizlarga beshimdan o'tganni so'zlab bersam qandoq? Qiziqamsizlar? Amma qoladi. Qaraganda qiziqdaksizlar. Taxminan 20 yildan eshib ketgan bo'lsa kerak. Biz 30 odam tashkilini bu yerda bir oltin konning bog'liqini anglab otliq, qurolliq tashkilini bu yerni qizish uchun keldik. To'xtang, demak siz 20 yildan ortiq mush yerda turdingizmi? Taxminan shundoq qo'tayman. Dastlabda biz bu yerni topolmay 10 kun piqrab yurdik. Atrofning hamma yeri o'xshash tog'. Qaysi tog'ning bag'ri ekanligini bilamadik. Chunki bizning hech qaysimiz xaritini bilmaydik. Xarita faqat bizga bir qo'l qog'ozda bo'ldi. Yenimda bir yigit bor edi. Uning ismi Botir. U bakli aqlliq bo'lib, bu yana u bayqab qoldi.
Chunki u usta mergan ham ovchi edi. Hammamizning qo'rsqi echib turganda u o'lash uchun tog' bag'ridan o'rmonlarga tushib bayqab qopdi. 8-qism. Keyin qandoq bo'ldi? O bir jarinni ovlagan edi. Hammamiz pastga tushib jarin ko'pi yedik. Shundoq mazza qilib yeyotgan vaqtimizda to'yiqsiz ovu tarafdagi bir tog' o'nkirni bayqab qoldim. Hammamiz darhol qo'limizga xaritani elib tafsili ko'zatgandan keyin o'nkirning shakli dal xaritada siziqli shaklga o'xshab qoldi. Biz hammamiz qorong'i tushguncha qo'soqni rost to'qlagandan keyin ondan mash'al qo'lchiroqlarimizni yondirib o'nkirga ichkarlab qarab moldik. Dastlabda o'nkirga kirib hech narsa bayqamadik. O'ng va sol tarafimizdan hammasida tosh, hech narsa yo'q. Botir degan heliqi yigit to'yiqsiz yadagi bir toshni tepib edi. Onun ostidan kepak oltin chiqdi. Shundala biz haqiqatan o'zimiz izlayotgan oltin konga kirganligimizni bildik. Hammamizning xushallig'i ichimizga patmay o'nkirga texima ichkirlab kirdik. Bizning o'nkirga qanchalik kirganligimizni bilmayman, ammo o'nkir oyoqlashmay turibla nurg'un oltin tövelerga uchirdik. Hammasida tegida kallak oltinlar edi. Esimda qilishcha oltinlarning eng kichigi mushtumchilik kelatdi. Cho'nlari bo'lsa garan toshdak yo'g'on edi. Biz oltinlarni parchalamasak elib ketanmaydiganligimizni bilib, uni parchalashga tushdik. Hay, yigitlar, qo'linglarga avaylanglar, ha? Aziz aka, o'nkirsal xatarlik turdi. Bu yerdan kelsak bo'lamdi ekan. Botir enim, nima bo'ldi? Ismat jismonga loyiq botir bo'lmamsan deyma. Nima deb bu yerdan ketamiz? Oltinni topganda ket degan qandoq gap? Ko'pchilik har ikkitanlarni to'xtatib gap qilmay turinglar. Men bir narsaning shapsini anlagandek qildim. Hay, to'la qalayimqan bildirlama. Sen bu yerda boshliqmi, men boshliqmi? Mening gapim esa, har ikkitanlarni to'xtatmanglar, ishni qilaveringlar. Agar ishlar buning deganidek bo'lib, biror ish yuz berib qolsa, bo'ldi, menga gap qilmaslik qasam qilaman. Har ikkitanlarni to'xtatmanglar, tez bo'linglar. Men shundoq deganimcha, ularga buyruq qilib, yanada ish qilishga buyurdim. Botir bo'lsa, ko'zimga qo'rqinish ichida menga tikilib qarab turardi. O aramizda hammadan kichik bo'lg'achqa, men uni biror narsadan qo'rqyotdi deb o'ylagan edim. Hay, nimaga to'xtab qolasizlar? Tez bo'linglar erkaklar. Oladiganimizni elib bu yerdan tez ketamiz. To'yiqsiz chiqqan bir ovoz hammamizni cho'chitdi. Qaysin chaqchaq qilyapsan? Men emas, ovozi o'nkirim ishdan keldi. Og'zingni yumush. Qaysin chaqchaq qilding dedim. Asaka, men sizga aytgan, bu yerdan ketaylik. To'la qo'riq gap qilma, Qur'onni mangba, tez bo'l. Men qo'limga Qur'onni olgandan keyin o'nkirning ichkarisiga qarab turdim. Oldim, bakla qorong'i bo'lg'achqa hech narsani ko'ramadim. Biroq bir narsaning bizga yaqinlab asta kelayotganligini sezgandek bo'ldim. Oldimdagi qaysin sen? Kimsan? Onun nima ekanligini ko'ramadim. Ammo onun gavdasida odatdagi odamlardan xeyli egiz ekanligini bildim. Bu ovozni anglagan ko'pchilikning hammasi nima qilarini bilmay qilayotgan ishlarini qo'yib,
qo'rqqanidan biri bulunga berib elishdi. Ha, mana qo'linglarga qo'lchiroq elib, ovi tarafga tutinglar. Onun nima ekanligini bir ko'rib boqay. Biz hammamiz qo'lchiroq yondirib, o'dilga qarab edik. Onun o'zimi yo'q, soyisimi yo'q. Biroq yenimdan bir narsa shamol tezligida o'tib ketdi. Ha, mana ehtiyot qilinglar. Bu yerda bir narsa bodaq qiladi. Tuyuqsiz ko'z oldimda bir necha odamim parchalanib ketdi. Hay, nima ish bo'ldi? Bu yerda nima bo'lganligini kim menga deb beradi? Bu yerdan tez chiqib ketaylik, ko'pchilik. Zaka, tez bo'l, bu yerdan chiqib ketamiz. Biz nima ish bo'lganligini anqirib bo'lolmay turishimizga yana bir necha odamlarimning jini tenidan juda bo'ldi. Ularga o'xshash oldimda parchalanib ketdi. Tez qachonlar ko'pchilik, tez bo'linglar. Tuyuqsiz butkul atrofni qorong'ulik bosdi. Qo'limizdagi mash'al qo'lchiroqlarimizmi o'chib qoldi. Oldimizga bo'lsa, yo'g'on bir qor ko'langi paydo bo'lib bizga so'zladi. Bu yerdan tez yo'qolish, bu yer insonlarga tava emas. Bu yerdagi narsalarning birga chaqilishga bo'lmaydi. Tez yo'qolish. Bir tal narsaga chaqilishga bo'lmaydi. Tez bo'linglar, tez bu yerdan chiqib ketamiz. Biz hammamiz bu yerdan chiqib ketmoqchi bo'lib, orqamizga burilib mangdik. Ammo og'rimizdan bir qor ko'ngil chiqib qoldi. O yerda biri mushtumchilik keladigan bir oltinni yanchiqo'ga tiqavapti. Hammamiz shunday qilib o'nkirdan qaytib chiqdik. O'nkirning ichida jami 8 odam o'lgan bo'lib, qolganlar texi hayot edi. Bizga nimaning hujum qilganligi aniq emas. O aniqli inson tabiatidan xalqan kuch. Gerçi onu ko'ramagan bo'lsak-mo, aniqki, o jonliq emas. Ahmad tarozi bilan to'xtab bo'lgan o kishining so'zini anglab, og'izlarini ochib qaylashdi. Keyin qanday bo'ldi? Ishlar yomonlashishga boshladi. Biz bu o'rmondan chiqib ketamidik. O'rmonlikning tusi burunqidan bak vahimalik bo'lib ketdi. Biz o'rmonlikni shuncha aylangan bo'lsak-mo, chiqib ketadigan yerni topolmadik. Xuddi aroqni ko'p ichgan odam uyini topolmagandek, biz bu o'rmonni shuncha uzun cho'gilabmo, yana bir joyimizni cho'gilayotganligimizni his qildik. Bator, biz boya qaysi tarafdan kirdik? Mav tarafmikan? Yo'q, mav tarafkan. Boya biz shu tarafdan kelgan tursak. Munda qilayli, hammamiz tog' ustiga qarab yamishayli. Ko'pchilik to'xtanglar. Asli biz bu yerda jaran go'shi yegan-ku. To'g'ri, biz musha atrofda jaran go'shi ekan. Jaran qani? Jaranning jasadi qani? Bu nimaning ovozi? Bilmadim, ko'pchilik, hammalar bir-biringlarga yaqin turinglar. Bizga tuyuqsizli o'rmonlar orasidan bir top ko'lrang ayiq hujum qildi. O ayiqlarning gavdasi odatdagi ayiqlarnikidan xeyli cho'ng edi. Bir odamni ancha kuchamayli tutib etdi. Qarab turmay tez qichinglar! Ko'pchilik, yetishmanglar! Batur, bu tarafga yugur! Biz bir ikki odamimizdan ayrildik. Orqamga burilib qarasam, bir ayiq Baturga yetishib olayli deb qoptigan. Men uning mag'isiga qartib bir pay o'q chiqardim.
Eyiqlar bo'lsa, teximi asab bilishib ketdi. Ko'pchilik, hammanglar qo'linglarga qurol elinglar. Yaqinlashganlikka eyiqni etib tashlanglar. Tayyorlaninglar. O'q chiqaringlar. Gerçi biz atkan o'q eyiqlarni o'ltiramagan bo'lsa-mu, biroq ularni qochirib etdik. Ular o'q ovozdan cho'chidimi yoki o'qdan cho'chidimi, ularning hammasi qochib ketdi. Bahadur, sen qani? Men bu yerda. Tezdan odamlarimizning sonini ol. Yaralanganlarni elib bu yerdan ketamiz. Biz hammamiz bu yerdan ketish uchun tog'ning ustiga qarab yonishga boshladik. Ammo tog'ning ustiga chiqmay turibla ajoyib ishdan birsi yuz berdi. Biz tog'ning ustiga chiqolmadik. Oldimizda bo'lsa bir tom to'sib oldi. U odatdagi tom emas, balki ko'z bilan ko'gilib bo'lmaydigan, xuddi aynakka o'xshaydigan bir narsa bizning oldimizda to'sidi. Demakchi bo'lganingiz sizlarni g'oyibdan bir narsa to'sdimi? To'g'ri, ko'z bilan ko'gilib bo'lmaydigan bir narsa yo'limizni to'sdi. Biz nagilib berishdan qat'iy nazar u narsaning to'salg'usiga uchrab keldik. Bu yerdan ketanmaslikdagi sababim dal mushu. Undaqda keyin nima ishlar yuz berdi? Biz hammamiz qorong'i tushguncha o'rmondan chiqib ketish uchun o'rmonni aylanib yurdik. Aziz aka, biz bu yerda ketamaydigan bo'ldik. To'liq qalayimqan joylama. Bu yerdan hammamiz ketamiz. Aziz, sen bizni bu yerga boshlab kelgan. Bu yerdan bizni hayot elib chiqib ket. Bo'lmasa seni o'ldirayman. Voh, o'ldir, kimga gap qilyapsan? Mahmud, sana deb qo'yay. Mening ochiqim kelishdan burun qurolingni tez yig'ishtir. Aziz, sening boshchiligingda bu yerga keldik. Bu yerdagi kishilarning hammasiga sen ega. Endi nima demoqchisan? Bo'ldi qilinglar, bu yerga Aziz akamni deb kelmadik. Hammamizning maqsadi bir, oltinni deb kelgan. Undaqda o'lib ketganlarcha, ularga kim mas'ul? Hamma odam o'ziga o'zi mas'ul. Nima demoqchisan? Bu yerga men senlarni majburlab akamigan, o'zing xolab kelishding. Biroq biz sening boshchiligingda bu yerga keldik. Shu. Demasimi tog'daq mas'uliyatdan qosim olmaydi deb to'g'ri. Bo'ldi qilish. Hammamizning nishoni bir, maqsadi aniq, oltinni deb kelgan. Amdilikda bu ishlarni mendan ko'rsan qanday bo'ladi? O'lib ketganlarni men o'ltirmadim. Ularning o'limiga men sababchi emas. Aziz, o'ylab baq. Ularning o'limiga sen sababchi emasmi? Ayni vaqtda Batur ishni to'xtatinglar desa, sen to'xtatmanglar deding. Agar biror ish yuz berib qolsa, menga gap qilmaslik qasam qilaman degan eding-ku. To'g'ri, shuni deyman da. Asli 5 yilga kelmaydigan gap. Ma'qul. Men shundoq degan edim, to'g'ri. Undaqdan nima qilmoqchisan? Men nima qilib beray? Meni menga gap qilma demoqchimisan? Menga emas. Faqat biz bu yerdan chiqib ketguncha eg'izingni yumsangli bo'ldi. Bir eg'iz gap qilmaysan. Sening jahilliging sababli nurg'un odamimizdan ayrilib qoldik. Ma'qul, Mahmud. Sizlar shundoq o'ylagan bo'lsanglar, men gap qilmay. Toki bu yerdan chiqib ketguncha hargiz gap qilmayman. Biroq Aziz aka, bo'ldi Batur, bo'ldi. Har kishi lavzida turmasa bo'lmaydi. Undaqda lavzingda turishingni umid qilaman, Aziz. Tushundim. Mening eng oxirgi so'zim o'sha tushundim degan gap bilan oxirlashdi. Men ularning fikriga asosan bu yerdan ketkichi gap qilmaydigan bo'ldim. Shundan e'tiboran to bugunga qadar bir eg'iz gap qilib boqmadim. Biz o'rmonning butun atrofini aylanib chiqdik. Ammo yanada o'xshash tog' ustiga chiqolmadik. Bizni yanada o'xshash heliq tom to'sib oldi. Ko'zni yumib ochquchi bo'lgan orliqda butkul atrofni qorong'ulik bosdi. Atrofni ko'ra olishimiz mumkin bo'lmadi. Yo'l menishimiz qiyinlashdi. Ko'pchilik bo'lsa nima qilarini bilmay u yoqdan bu yoqqa tamtirib yurishdi. Dal mushu paytda Mahmudning rahbarlik qilg'isi keldimikin ta ularga so'z ochdi. Ko'pchilik hammamiz bir niyat bir maqsadda bo'lmasak bo'lmaydi. Hammalar menga agishinglar.
Bu orman bakla xatarli. Kechida bir yerda tunashga bo'lmaydi. Tong susilgacha bu ormondan chiqib ketishimiz kerak. Mahmud aka, sen bu yerni to'liq bilmaysan. Aziz akam bu yerga bizni boshlab kelgan. U bizni elib chiqib keta oladi. Garchi u gap qilmagan bilan bizga yo'l boshlasa bo'ladi-ku. Botir inim, boshqa fikring bo'lsa, Aziz akang bilan birga mansang bo'ladi. 9-qism. Shundoq qilib men lavzimda turib bir eg'izmi gap qilmadim. Shundoq qilib Mahmud bo'lsa teg'imi haddidan eshishga boshladi. U boshqalarni na udulkasi shu yoqqa boshlab mang'itdi. Maqsad meni o'sal qilish, meni lavzida turmaydigan odam qilib ko'rsatish edi. Meni gap qidirish uchun hammani qilyotdi. Aziz birodar, usudingmi? Odam gap qilmasa qandoq beram bo'lganligini bilaman. Usigansan, qo'rsqing ochdimi ya? Mahmud, Aziz akamning ko'ziga kiribman. Ne bo'lding ina? Hajab bir Aziz akamga ko'yindigan bo'lib ketdingmi? Ha? Ko'pchilik gapimni anglanglar. Men Aziz akamni kechirib Kechirayotganlar bormi? U endi gap qilsin. Bizga boshchi bo'lmasa bo'lmaydi. Bu yerdan chiqib ketamaymiz. Bizga boshchi bo'lamiz. Bizga rahbarning keragi yo'q. O'zimizga o'zimiz rahbar. Qanday dedim ko'pchilik? Unda qilmanglar ko'pchilik. Men darhol Botirning qo'lini tutib oldim. Maqsadim uni bo'ldi qil demoqchi edim. Biz tong otqicha o'rmondan cho'gilib, hech qanday yerdan chiqib keta olmadik. O'rmonlikni shuncha aylangan bo'lsak-ku, yana bir joyimizga kelib to'xtab qoldik. Bu ishlarning takrar bo'laverishidan ko'pchilikning hammasi andish qildi. O'zining bu o'rmondan chiqib ketamay o'lib ketadiganligidan ansirab, hammasi saronga o'xshash varqirashga boshladi. Zaka, gap qil. Sen gap qilmasang bo'lmadi. Bu yerda qanday qilamiz? Men darhol yerga yengishib, yerga xat yozdim. Xatimda ko'pchilikning hammasining aloqa sodir bo'lmay o'zini tutib olishini va mening orqamdan agishib mengishini yozdim. Biroq yana bu ishga Mahmud aralashdi. Aziz, qaysi yuzing bilan yana bizga agishib mangdaysan? Azizga agishib mangdiganlar bormi? Yoki hammamiz tang mush yerda o'lamdiq? Mahmud aka, sen to'la ig'zingga kelgani joylama. Aziz akamning keyinda mang'angan nima bo'pti? O'ladi degan qanday gap? Bu yerda baribir chiqib ketamaymiz. Bu haramliq menga gapgan turg'idek bo'ldingmi? Bu haramliq meni urib-atamsan, senga jinim tikib qo'ydi. Men darhol ular ikkisini ajratgandan keyin Botirni orqamdan mengishga shar qildim. Ko'pchilikning hammasi bo'lsa, xuddi boshqalarning o'limini mendan ko'rayotgandek, Mahmud degan chuprandining orqaga kirib ketdi. Ularning hech qaysi mening orqamdan mangmadi. Faqat Botir ikkimizla yolg'iz ayrilib qoldik. Asaka, endi qanday qilamiz? Men sendan gap so'radim. Bir gap qilg'ina. Men uning ko'ziga qarab qo'ydim, biroq yana gap qilmadim. Bilmem, sen lavzingda turadigan odam. Biroq menga unda qilma, menga bo'lsa gap qil. Boshqalar nima desa desin, mening chatig'im yo'q. To'xta qil, gap qilaman. Biroq sening o'lib ketishingni xohlamayman. Bu nima gap? Mening o'lib ketishim bilan sening gap qilishingning nima munosabati bor? O'g'lim, men lavzimda turishim kerak. Anladingmi? To'g'ri, sen lavzingda turding. Bo'ldi, menga gap qilsan bo'ladi. Ma'qul, undaqda sen menga va'da ber. Bu yerdan hayot chiqib ketsan. Agar hayot chiqib ketamasan, men menga gap qilmayman. Mush yerda o'lib ketmoqchi turaman. Ma'qul, sana va'da beray. Cho'qim bu yerdan hayot chiqib ketamas. Yaxshi erkak, undaqda lavzingda tur. Ma'qul, lavzimda turman. Degina, endi qanday qilamiz? Bu yerdan chiqib ketamadik. Mening kallamdan o'tmayotdi. Bizni sada qanday kuch to'sayotdi. Qanday narsaning to'salg'isiga uchrayotganimizni bilmadim. Biz qarg'ishga uchragan bo'lishimiz mumkin. Nima deysan? Haliqi o'nkir degan narsa odam emas. U boshqa bir nima ekan. Biz cho'qim qarg'ishga uchirdik. O'g'lim, sening nima deyotganligingni ancha tushuna olmadim. Qarg'ish degan
qandoq gap bu? Önkirlikka o narsa perixonmikan? Sening o gaplaringga ancha ishinib ketanmayman. Ammo bu o'rmonlikning sirliq bir o'rmonlik ekanligini bildim. Balkim kechasi bu yerdan chiqib ketgili bo'lmas kerak. Ati tong suzilganda bu yerdan ketayli. Qandoq? Ma'qul, bo'ladi. Tong suzilganda ketayli. Ondaqda panoqlang'idek biror joy topayli. Boyqa ahvolni sanmi ko'rding? Yana iqlarning hujumga uchrab yurmaydi. Ma'qul, bo'ladi. Men o'tiribdi boy bir tog' o'nkirni ko'rgan. Shu yerga kirsa qandoq? Amasi yo'l boshla. Shundoq qilib, Botir bilan ikkimiz u ko'rsatgan yo'lni bo'ylab mengib bir tog'ning o'nkiriga, ya'ni dal biz turayotgan o'sha joyga keldik. Demakchi bo'lganingiz o'sha o'nkirma. Demakchi siz hozir qadar bu yerdan ketolmayotibsiz. To'g'ri. Bo'ldi. Undaqda Botirjo, uni bilan qanday bo'ldinglar? Keyingi ishlar qanday bo'ldi? Biz bu o'nkirga kirgan vaqtimizda bu bir itdan o'zgan. Ona it bo'lsa bir necha kuchgina emitayotgan bo'lib, o it allaqachon o'lgan edi. Biroq kuchiklari hayot ekan. Ovi qarab turgan it eng oxirgi kuchuk. Umi qayirib ketdi. Balkim uzun umr ko'rmasligi mumkin. Men darhol orqamga qarab tog' o'nkirning eg'izidagi quyrug'ini shipang'ishib turgan itga qarab qo'ydim. Darvaqa u itning rostida bakla qayirib ketgan edi. Biz taqizalik bilan kutgan tongmi oxiri yetib keldi. Tong so'zlashi bilan o'nkirdan chiqib atrofga ko'z yugurtdim. Atrof yanada bo'ronqidek o'xshash qo'yiq ketgan o'rmonlik. Botir bilan ikkimiz ustilikka yomishib tog' ustiga chiqib ketmoqchi bo'ldik. Ammo natija yanada o'xshash. Oldimizda Xoyibdan yana o'xshash tom to'sib oldi. Aziz aka, bildim. Men sana aytdim. Menimcha biz qarg'ishga uchirdik. Orqangga yon, o'q chiqarib boqay. Foydasi bo'ladimi? Avval sinab boqay. Tez orqangga chekin. O'q chiqargandagi ahvol Botir bilan ikkimizni xush qilyapti. Chunki men otgan o'q bizni Xoyibdan to'sib turayotgan tomning o tarafiga o'tib ketgan bo'lib, oldidagi bir daraxtga tekkan edi. Foydasi bo'ldi. Rostda foydasi bo'ldi. Hamda yaxshi bo'ldi. Tez bo'l. To'siqni buzib o'tgan o'xshamas. Tez chiqib ketayli. Botir xushalliqida oldiga yugurib mangan edi. Afsus, o xushalliq uzunga bormadi. O oldidagi ko'rinmas to'siqning oldiga berib, usib orqaga yiqilib tushdi. Demak, yanada biz shu Xoyib to'siqning orsida ekanmiz. Botir, deganing to'g'ri o'xshaydi. O'q o'tib ketdi. Ammo yanada biz o'tamadik. Balkim rostla qarg'ishga uchirgan o'xshaymiz o'g'lim. Bu yerdan mangu chiqolmasligimga ishonmayman. Cho'qim bir amali bor. Mening nurg'un orzularim bor edi. Men shu orzunida bu yerga kelgan. Mening orzularim. Bo'ldi, ko'nglingni buzma. Mening kallamdan o'tmaydigan bir ish shuki, biz kirgan vaqtimizda shundoq tinch kirgan. Ammo chiqib ketadigan bo'lsa, bir narsaning to'salg'usiga uchrayotimiz. Bu zotin nima gap? Bu zotin nima ish? Kallamdan o'sha o'tmagan edi. Botir bilan ikkimiz 3-4 kech kunduzdek o'sha yerda tirkashgan bo'lsaqmi, bu o'rmondan faqat chiqib ketolmadik. Oxiri bizni ussizlik va ocharchilik qiynab, o'zimizning bu yerdan chiqib ketolmaydiganligimizga tan berdik. Zaka, men bakla ussab ketdim. Qo'rsqimni echib ketdi. Kimning qo'rsqini ochmadi deysa, o'g'lim. Mening qo'rsqim echib, kalpuklarim kech bog'lab, ussizlikning dastida o'lay deb qoldim. Qara. O küçüklerini umaklıqını. Bırak bulamı öyle de kaptı. Öyle de kaptı. Batur, öyle de kalan küçükni yavdaylı. Nima? Küçükni yavdaylı diyen kandak gap.
acaba biz ocharchilikning dastida ishni yamdoq. Undaqda o'zingning o'lib ketishini kutamsan. O'lgur ko'nglim elishib ketdi. Men hargiz yemayman. Bo'pti, sen yemasang yema. O'lgurning ovi beshig'i o't yoq, o'zim uni yeyman. Sen sarang bo'psan. Shundoq sarang bo'ldim. Sarang bo'ldim. Men shundoq deganimcha ocharchilikda ko'zimni yumib, o it go'shini yevatdim. Qo'rsaqning ochlig'ida uning go'shi haqiqatan mazalik tetadi. Voy, ko'nglim. Demak siz kuchuklarning hammani yeb, mushu birini ayirib qo'ydingizmi? Shundoq desakmi bo'ladi. Undaq demasakmi bo'ladi. Ish qilib, malla emas. Keyin Baturmi yedi. Rostila qiyin kunni boshdan o'tkazibsizlar. Biroq boshqalarchi, boshqalar qanday bo'ldi? Ular bilan ko'rishdinglarmi? Baturchi, u ko'rinmaydi-ku. Qaysi boshqalar? Qaysi Batur? Sizlar kim? Qiziqcha odamkansiz. Bizga chaqchaq qilatamsiz. Aziz tog'a, hikoyani yaxshi so'zladingiz. Biroq oxirgi kelganda bizni cho'chitib qo'ydingiz-jima. Sizlar kim? Meni ismimni qandoq bilasiz? Voy, shundoq degunicha yenida turgan qurolni qo'liga oldi. To'xtang, o'zingizni besinglar, nima qilyapsiz? Aziz tog'a, bayib bir obdan turatdingiz, endi nima bo'ldingiz? Tuyuqsizda o'zgarib qoldingizga, sizga bir jin chaplashmaganda? To'xtib bo'lgandan bo'lsa, jiddiylashgandan eg'izlarga gap kelmayotdi. To'g'ri, bu yerda bir nim bor, bir narsa bor. Qani u nima ekan? U bir alvasti. U odam yeydi, qon sho'raydi. Bu yerdan ketgili qo'ymayotdi. Uni tepishimiz kerak. Uni o'ldirsak ketamiz. Bu odam boshqachalar bir xalit tusga kirib qolgan bo'lib, adrat boshlig'i Ahmad tarozi bilan to'xtib bo'lganini cho'chitgan edi. Ahmad, ish boshqacha. Bu odam bizni yavatmasa, men bilamadim, bir o'tdan turadi. To'xta, agar fursat bo'lsa, uning qo'lidagi qurolni tortib olaylik. Oldimi? Angladim. U tuyuqsizda as-xiyolni yo'qotdi. Uni bizga ziyonkashlik qilish maqsadi yo'qdek qiladi. Agar uning qo'lidagi qurolni tortib olish jarayonida biror kelishmaslik yuz berib qolsa, uni ur. Angladingmi? Dadamdek odamni qanday urma? Undaqda menga bir poy o'q yeb o'l. Bo'ldi, men uni uray. Sizlarga gap qildim. Sizlar nima odam? Bu yerda nima qilasan? Ma'qul, bo'ladi. Avval qo'lingizni tashlang. Biz sizga o'zimizning nima odam ekanligini deb beraylik. Avval qo'lingizni yig'ishtiring. Men bo'yning to'yiqsizlab bundaq bo'lib qolganidan sal hayron qoldim. Men bir necha kitoblarda o'qigandek odamning ming'isi qattiq silkinib ketsa yoki zaharlik bir narsalarni yeb solsa qisqa muddatli xotirasini yo'qotadi deb anglagan edim. Demak, bo'y ayni vaqtda qattiq zaxmlangan yoki bo'lmasa biror narsadan zaharlangan bo'lishi mumkin. Biz dastlabida o'nkirga kirgan vaqtimizda bo'y bizga topmoq tas deb bir battam choyni sungan edi. O choy balkim zahar qaydirish xususiyatiga ega bo'lsa kerak. Unda qirtoq battam sesiq puraydigan choyni bo'yning qadrlishi balkim shu sababdandir. Maqarang aziz bu, siz bizni tanıysiz, biz sizni ham tanıymiz. Bu choydan ozroq iching. Ahmad, bu odam beshinga qurol tanlab tursa, choy iching deysan-ku. To'xta, gap qilmay tur, sen bilmaysan. Aziz bu choydan bir yutum iching bo'lamdi. Mening ismimni bilgan ekansan, cho'qim meni bilasan. Men zoti qandoq odam, bu yerda nima ish qilaman? Ma'qul, men sizga deb beraman. Avval bu choydan ozroq iching bo'lamdi. Qo'lingizga qurolni qo'yib qo'ying. Boy asta qo'lidagi qurolni qo'yib, oldidagi yog'och tovoqdagi choyni ichishga boshladi. Bu yerdan ketinglar. To'xtang, ozroq ishlar esingizga keldimi?
Şundaq. Zaharlik Mogo'ning ishi. Ayni vaqtda yeydigan narsa topolmay Mogo yegan edim. Shu zaharlik Mogo'ning ishi. Turib xotiramni yo'qotib qo'ydigan ishim bor. Kechiringlar. Hech qisi yo'q. Sizni taqib gapingiz tugagan edi. Hikoyangiz oxiri bor. 10-chi qism. Boy bir oz o'ksinib olgandan keyin hikoyasini yana boshladi. Shundoq qilib, Botir bilan ikkimiz bir necha kech kunduz mushu o'nkirda turdik. Mushundoq ketaversa, o'zingga borolmaydiganimizni bilatdim. Biz ikkimiz oxir bir qarorga kelib, ko'pchilikni izlab tepishimiz hamda birlikda bu yerdan ketish to'g'risida maslahatlashdik. Botir, men bir ishni o'ylab qoldim. Nimani o'ylab qolding? Heliqi o'nkir. U o'nkirning oxiri sodin haga tutishadigan-da. Nima qilmoqchisan? U o'nkirga kirmiz demaydigansan. Birdan bir chiqish eg'zi shuda qiladi. O'ylab baq. Bu yerdan chiqib ketamay-o'tamiz. Biroq o'nkirga kirgandan keyin bo'lsa, o'nkirga ichkirilib mang'aladik. Demak, birdan bir chiqish yo'li shu bo'lsa kerak. Yo'q, bo'lmaydi. U o'nkirga endi kirishga bo'lmaydi. O'zing bilasan, u yerga kirsak hayot qolmaymiz. Biroq bu o'rmonliqdami uzun yashayolmaymiz. Aman ochliqdan o'lib ketamiz. Bu yerda yigidek ishdimi bo'lmasa. To'xta, aka, yana o'yinib baqayli. O'lmagan jonda umid bor. Yovvoyi hayvonlarni o'lab yesak bo'ladi-ku. Avval ko'pchilikni topayli. Ular bilan maslahatlashib bir ish qilamiz. Qandoq? Ma'qul, amsi o'rmonliqqa kirib baqayli. Bo'ladi, sen ovi tarafdan mang. Amal bor, meni yutirib o'tma, anladingmi? Men ovi tarafdan izlab mangaman. Biz heliqi o'nkirning oldida uchrashayli. Ma'qul, tushundim. Shundoq qilib, Botir bilan ikkimiz ikki yo'lnishni bo'ylab mangdik. O'rmonga shuncha ishchikirlab kirgan bo'lsak-mu, odamlarimizning soyisini uchratmadik. Odam bormi? Ovozimni oldinglarmi? Mahmud! Ko'pchilik! Men ovozimni balkim ular anglayolmagan bo'lsa kerak deb havoga qartib bir pay o'q chiqardim. To'yiqsiz orqamda bir narsa asta qadamlar bilan menga yaqinlashqa boshladi. Orqamdan chiqqan bu ovozdan cho'chib, darhol orqamga qaradim. Qaraganimga men pushayman. Oldimda turg'ini bo'lsa, qora bir qoplon edi. U odatdagi qoplonlardan 3-4 hassa cho'ng keladi. Uning ustidagi tanglaydiki, bo'rtib chiqqan ikki dal qo'ziqdek tishi bo'lsa, beli kamda keladi. O'lgur, mush yerda o'ladigan bo'ldim. Men darhol qo'limdagi qurolni batlab o'ldirdim. U menga hujum qilish uchun tayyorlandi. Men ham uni etib etish uchun tayyor turdim. Mening otgan o'qim balkim uningga birer qo'ng'iz chaqqanchilik ta'sir qilishi mumkin. Ammo u meni bir yolmab yutib etadi. Zaka! Men ularni bayqadim, izini bayqadim. Ular o'nkir nimada yo'qan narsa bor. Tez qoch, Botir, bu yerdan ket, tez bo'l. Biroq sen-chi? Men bilan ko'rim bo'lmasin, tez ket. Men Botirni ketkizib o'tish uchun uningga gap qilayotgan vaqtimda qora qoplon men tarafga tuyuqsizla etilib keldi. Zaka, diqqat qil! Qora qoplon menga etilib kelib, ozliq qolgan vaqtda tuyuqsiz daraxtlarni bir narsa sundirib etilib o'rmon ichidan chiqdi.
O'lgur bu zoti nima? Qor qoplon bo'lsa, joyida to'xtab qoldi. Yon tarafdagi daraxtlarni sundirib chiqqan bu narsa bo'lsa, yo'g'on bir keganit yilon edi. Azzaka, amdi tugashdiq. To'xta, ular bir-biriga xiris qilyotidi. Mushu fursatni changto, tez qoch. Tez qoch, Batur, tez bo'l. Batur shu yugurgunicha ko'z oldimdan g'oyib bo'ldi. Ammo men heliqi yo'g'on qor qoplon bilan giganit yilonning o'ttirsida bo'lg'achqa qaytish fursatim bo'lmay qoldi. Men ularning o'ttirsida ularga o'lji bo'lib qoldim. Ular bir-biriga xiris qilishdi. Oradan qoplon yilonga etildi. Yilonmi bo'sh kelmay qoplonga etildi. Men shu fursatni chang tutib, darhol orqamga qarab yugurgunimcha o'nkir tarafga qarab yugurdim. Oltin qanға tutishadigan o'nkir oldiga yetib kelganimda bo'lsa, nurg'un odamning oyoq izlarini bayqadim. Oyoq izi shundoq qalaymaqon edi. Ularning o'nkirga kirgan yoki chiqqanligini farqlantirgili bo'lmadi. Men qon ig'ziga kelib, ichiga qarab varqiradim. Batur! Ichida odam bormi? Odam bormi? O'nkirdan chiqqan aks sado orqaga qaytib, yuzimga shamol bo'lib urildi. Men qoralimni egiz ko'tirgandan keyin o'nkir tarafga qarab, uning ichiga kirmoqchi bo'lib mangdim. Ammo kichik bir narsa oldimga kelib meni to'sib oldi. O'nkirning ig'ziga kirgili qo'ymadi. Bu dal men eng oxir qatam hayot qo'ygan kuchuk edi. Men boshqa kuchuklarni yeb, uning so'ngida o itni baqqan edim. Kichik, yo'limni to'simay bir chatga o't. Men shundoq deganimcha uningdan otlab o'tib ketmoqchi bo'ldim. Ammo atrofning hamma yerini qog'i qo'zg'aloq qoplab ketdi. Bu nima gap amdi? Men bir narsani sezgandek bo'ldim. Bu kichikning tuyuqsiz oldimda paydo bo'lib meni to'sishi. Qog'i qo'zg'aloqning bo'lsa, to'xtamasdan qoqildab quloq mangamni yeshi bir shumliqning bishorati edi. Tuyuqsiz yuz bergan bu ishlardan ajablanib turgan vaqtimda o'nkirdi birining varqirgan ovozi quloqimga g'ova tushib qoldi. Batur! 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 Men o'zimni yo'qotgan holda yugurib tegidek o'nkirning ichiga qarab mangdim. Batur! Ovozimni angladingmi? Tuyuqsiz shundoq mudhish ham qattiq bir qaqoqlagan kulgi ovozi quloqimga olmadi. O'da bizga ko'rinmay odam o'ldirgan hiliqi narsa shu edi. Bu qidim men undan qo'rqmadim. Chunki jinimni tikib qo'ygan edi. Ko'zimga hech narsa ko'rinmay, o'da o'nkirning ichkarisiga qarab yugurib oldim.
oldiga qarab oldim. Oldiga qarab bir to'p narsalarning xuddi masga o'xshash lalashib kelayotganligini ko'rdim. O'nkir ichiga chaqmoq ko'tarib kirganligim uchun yeriqni ko'ramadim. Ammo ularning gavdasidan odam ekanligi chiqib turardi. To'ysiz ularning hammasi xuddi xalqqa o'xshash ma'lum yetilib kelishga boshladi. Ular menga yaqinlashgan vaqtda ularning o'z odamimiz ekanligini, yana kelib ko'z qarchiqining oppoq ekanligini bildim. Sabning oldida yugurib kelayotgani dal Botir edi. Batur, sana ne oldu? Nere tıraş, nere ödüş? O satekler nere tıraş? Beni onlarga gücüm yetmedi. Ular beni karanlıkta tartıp ketişke başladı. Ben tirkishib yurib, mingtasi ularning qo'lidan qutuldim va o'nkirdan tez suratda yugurib chiqib ketmoqchi bo'ldim. Oxiri o'nkirdan yugurib chiqib ketdim. O'nkirdan chiqqan vaqtimda bo'lsa, butun atrofni qorong'ulik chambarchasi yopgan edi. Bakla herib ketganligimda bo'lsa kerak. Ko'zlarim to'lishib, bakla hosirab ketgan edim. Men bir qo'ram toshning daldisiga berib, bu yerda ozroq demanni oldim. Tuyuqsiz heyliqi kan o'nkirning ichidan bir narsaning chiqayotganligini havo ko'rib qoldim. U bir qor ko'langan, yoq, qor yekda kiyib olgan bir odam. Uning hamma yeri qor kiyim bilan o'ralgan edi. Texmi chaltoq yeri shuki, u menib chiqmadi. U laylab chiqqan edi. Uning orqasidan agishib laylab uchidigan heyliqi qori tutakchi o'tiqi. Heyli ham ko'z oldimda. U asta antrabga burilib qor edi. Yo'q, ana, ig'izimga yuragim tiqilib qoldi. Uning bir jip ko'zining qorqi yo'q. Oppoq edi. Burni va quloqi uzun. Chiroyi bo'lsa qop-qora, ko'rlashib ketgan. Har bir qitim nafas olganda qop-qora tutak qo'yib turadigan ig'izi ta hozirgacha ko'zimning oldida. Uning atrofiga bo'lsa, boyman ko'rgan giganot hayvonlar yig'ilishga boshladi. Har bir narsa uning oldiga kelgan vaqtda bosh egatdi. O'nkirning ichidan bo'lsa bir to'p kishilar chiqdi. Da mening odamlarim. Men uning bir necha odamimning yuragini sug'urib yeganligini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Odamlarimning jasadini bo'lsa, heliqi giganot hayvonlarga tashlab berdi.